Salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Bugun videorolikimizda Arrodan 9-qismini tomosha qilamiz. Eng qiziqarli qismiga kelib qoldik. Unda qani ketdik. Sen yashashing kerak aka. Sen yashashing kerak. Qachonki men halok bo'lganimda men uchun yig'lagan. Ilon, uni yutib yubor. Uy, haromi. Yo'qol. Qon yarim iblisi qochib ketdi. Biz bu yerga har odam yuragi uchun keldik. Qolgani ahamiyatsiz. Hoppa! Hoppa. Bu safar men uni bo'laklarga bo'lib tashlayman. Faqat uni yuragiga tegma. Voy, menga qarang, bir narsani tushunolmadim. Men tushunmadim, bu yerda nimalar qilyapsiz? O'zingizcha yovuzlarsizda, to'g'rimi? Men esa yovuzlarni o'lgidan yaxshi ko'raman. Barchangizni so'yaman. Bundan keyin ko'z yosh to'kib qolmasangiz bo'ldi. Men ikkinchi marta ham seni mag'lub qilaman, bo'lakay. Haydab tomon. Savatari aloqada. Rima rayoni Nisidayada zanjirli araga to'qnash keldik. Yordamchi kuch kerak. Ah. O'qilsak bo'ladimi? Qo'lini yoki yuragini mo'ljalga oling. Yordamga chaqirdingmi? Allah. Ay, og'riyapti. Tushunmadim. Qachon menga zarba berdi? Ay, sinursan. Ay, Yovuz, menga quloq sol. Bu seni yordamga chaqirgan sheriging, to'g'rimi? Xo'sh, nima qilibdi?
Aytmoqchimanki, qamarlashga harakat qilib ko'r. Shunda kallasini qarab o'tirmay, mayda bo'laklarga bo'lib tashlayman. La'nati yaramas. Ana shunday. Indamay shu yerda o'tiraver. Ha? Qayerga? Ha? Uni ortamiz va ketamiz. Hoziroq mashinani olib kel. Hoziroq. Zanjirli arraning barcha do'stlarini yo'q qildik. Muammo chiqmaydi. Ovchilar oxir-oqibat odam. O'qotarga bas kela olmaydilar. Qurollari bor ekan. Deyarli yetib keldik. Mashinaga o'tiramiz va boshqalar bilan aralashib ketamiz. Ha? Kiyota. Endi bugun Tokioda kimdir barcha ovchilarga birin-ketin hujum qilishni boshlabdi. Nima? Nima rostdanmi? Nima, Makima ham halok bo'libdimi? Jinursan, bekorga shuncha kutibmizda. Qochinglar. U yerda qon, u yerda. Nima? Ko'rasa. Tanda. Yo'lda bizga qurollangan odamlar hujum qildi. Vagonlarda murdalar qoldi. Qandaydir yo'qoq. Tushlik esa bekor qilmadi. Tokioda ham ovchilarga hujum qilishibdi. Makima, hamma yeringiz qon bo'lib yotibdi. Yaralanmadingizmi? Bu meni qonim emas. Ular menga hatto yaqin yo'l olishmadi. Tokiodagi ofisimizda hamma oyoqqa turgan, shuning uchun aniq ma'lumotlarga hali ega emasmiz. Haligacha kim tirik yoki halok bo'lganini bilmaymiz. Balki biz hoziroq ularga yordamga chiqarmiz, a? Manzilga o'z vaqtida yetib boramiz deb o'ylamayman. Bezorlarga bizni Denzi kerak bo'lgan shekilli. Shu yerda ish boshlaymiz. Xo'rosa, Adliya vazirligiga borib, 30 ta umrbod qamoq yoki undan yomon jazo olgan jinoyatchilardan olib kelasan. Tanda, bizga yaqin bo'lgan ibodatxonani band qilib qo'y. Iloji boricha tog' cho'qqisiga va daryoga yaqin bo'lgan joy bo'lsin. Menga alishtirib olish uchun boshqa kiyim olib kela olasanmi? Iltimos. Qayerga ketyapmiz? Men ham bilmayman. Ichkaridagilar, og'zingizni yumib keting.
Meni ma'zur tutasiz. Mashina hozir keladi. Minnatdorman Tenda. Men hozir chiqaman. Ha? Biroz muddat men jang qila olmayman. Og'irligini. Hoy, nega turibsan? Yordam bersang-chi. Mayli, kel. Orqasidan ushlab ol. Oyog'ini o'zi yo'q-ku buni. Hoy, xayol surishni bas qil. To'xta, menga nimadir bo'lyapti. Belidan bo'lsa ham ushlasang-chi. Yo'q, rostdan ham negadir ahvolim og'irdek meni. Nima? Nimani aytyapsan? Aloqaga va guruhga bog'laning. Men kim o'lganini tekshirishsin. Da guruh qabul. Anchadan beri ulardan hech qanday xabar bo'lgani yo'q. Yaramas yalmog'iz. Menga aytchi, nega ko'zlarimizni bog'lab qo'yishdi? Mahkama to'g'ridan-to'g'ri ministr kotibiyatiga bo'ysunadi. Shuning uchun oddiy ovchilar uni qaysi iblis bilan shartnomasi borligini bilishi mumkin emas. Syudzemisimi. Mana shu ismni takrorla. Syudzemisimi. Hoziroq zanjirli erdani bu yerga olib kel. Hozir. Bo'la qol, mashinaga yukla. Hoy, kar bo'lib qoldingmi? Ort dedim senga. Takashi Inoue. Mana shu ismni takrorla. Takashi Inoue. Yo'ldan qoch. Yo'q, iltimos, menga yordam beringlar. Qo'yib yuboring. Voysiz. Iltimos. Menga yordam bering, kim bo'lsa ham. Menimcha tugadi. Bog'ichni yechishingiz mumkin. Shu yerda qila oladigan barcha ishni qildim. Endi Tokioga qaytamiz.
Bunday qudratli kuch faqat mahkamada bo'lishi mumkin. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Jin urgur. Bizga axir uni o'ldirdik deb aytishdi-ku. Meni kechiringlar, iltimos. Bizga hujum qilganlar bilan birgamisiz? Ilon, dumingni ishlat. Nima bu maymunmi? La'nati, yo'lda o'laverasan. Meni kechir, iltimos. Seni o'ldirishga uringanim uchun. Seni o'ldirishni istaganim uchun meni kechir. Hammasi kutilmaganda bo'ldi. Umuman nima bo'layotganiga tushunmasdim. U meni saqlab qoldi. Meni hayotimni saqlab qoldi. Hammasiga men aybdorman. Endi nima qilaman? Hech nima qila olmadim. Endi bu yog'iga nima qilaman? Hech nimani bilmayman. Yangi ish topishim kerak. Kimdirni ko'rib qo'ysam, sizlar haqingizda aytardim. Xayrli kech, Madoka. Seni tirik ko'rganimdan xursandman. Endi aytchi menga, nechta odam qoldik? Birinchi va ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi bo'linmalarga hujum qilishdi. Iblislardan tashqari hamma halok bo'ldi. Demak, hamma asosiy tarkibga hujum qilgan. Shartnoma tuzilgan iblislar ham jim turmaganiga aminman. Rahbariyatni buyrug'ini olib keldim. Jamoadagilar kamayib ketganligi tufayli birinchi, ikkinchi va uchinchi maxsus bo'limlar endilikda to'rtinchi bo'limga qo'shilishar ekan. Va undan tashqari to'rtinchi maxsus bo'linma endilikda sizni qo'l ostingizda ishlarni boshlar ekan. Aha. Aytgancha, mana bu ham sizga. Bu nima? Ishdan ketish haqida ariza. Sen ketmoqchimisan? Ovchi bo'lib qolish hozir juda ham xavfli. Tanlov ham katta emas. Yoki o'lib ketaman, yoki ishdan ketaman. Tushunarli.
Aytgancha Makima. Shu voqeani bo'lish yoki bo'lmasligini siz avvaldan bilganmidingiz? Umuman olganda, buni oddiy odamlarga ayta olmayman. Madoka, bizga xizmat qilganing uchun rahmat. Buni esa o'zim bilan olib ketaman. Makima, bizni kechirasiz-u, bizni maxsus guruhga qo'shiladi deb o'ylamang faqat. Biz shunchaki sizga yordamga kelgandik. Va bir haftadan keyin Kyotoga qaytib ketamiz. Essiz, afsusdaman. Tokioda bir-biridan yaxshi restoranlar juda ham ko'p. Sizlar bilan aydab guruhi bo'l.